Aren taksi Yangiyo'ldagi yamalarni yamashda davom etadi. Bizning jamoa aynan Niyozboshda bugun va bu joyni juda ko'p niyozboshliklar yoki Niyozboshga mehmon bo'lib kirgan haydovchilar bilishadi va ko'p e'tirozga sabab bo'lganligi uchun aynan bugun mana shu yamani bartaraf etishga harakat qilamiz. Mana shu yarmiga olib boraylik. Rahmat. Eslatib o'tamiz, hurmatli Aren taksi mijozlari. Aren taksi uchun sarflagan pullaringizdan Aren taksi aynan mana shunday yamalarni yamashda va aynan aholi uchun qulaylik yaratishda ishlatishda davom etadi. Arendan uzoqlashmay 1177 ga ko'proq telefon qiling, ko'proq yamalarni yamaymiz. Haydovchilar suv berib ketishyapti. Baraka topishsin. Sizlarga o'xshagan mana shunday xayr saxovatlik ko'paysin. Alloh ishlaringizga rivoj bersin. O'ylagan niyatlaringizni amalga oshirsin. Mana shu yo'l qurilishida Alloh taolo sizlarga madad bersin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, Alloh niyatlaringizga o'zi yetkazsin. Alloh akbar. Demak, Niyozboshdagi yama yamaldi va eslatib o'tamiz, izohlarda yana qayerda yamalar borligini yozib o'tsanglar, biz albatta o'sha joyga boramiz. Aren taksi bilan Yangiyo'l yamalarini yamab chiqamiz. Sog' bo'lasizlar. Yürü.